Assalomu alaykum. Men Gulis. Ovozim normal chiqib qatamda. Uzoqda nimni ishlamagili, naq maydon mazmun ishlamagili. Aldirash chaqda onkan yana shu qiyib qolgan ekan. Og'riqsizliklarni bosh ko'tarmay. Ondan keyin chechim onsam tomay dingib machashlar. Dengibni ishlatmagili uzoqda. Antilimizni shu qo'g'dab qolaylik. Chet elda bo'libmi? Şu an dengayson bo'pti. Mazmunlar muhim. Endi mening qilamdan kelishicha shu o'zimning vazifamni davomli ishlay, voz kechmay. Bizning qilgan ishimiz shu davomli kitoblarni ishlash, mazmunlarni davomli ishlash, ortiq kelsa, takror kelsa hech qisi yo'q. Chunki shu antilimizni qo'g'dash yo'lida shu eng aqlli, eng unumli yo'llar. Endi buni desam mazmun diqqat qilmaslik degan gap emas, mazmunga diqqat qilaylik. Mening mazmunlarim tanlab turib tilga to'xtalqi, tirnoq to'xtaydigan vaziyatga doir, har turli ishlarga doir muhim mazmunlar deb qarayman. Mumkin o'zim ko'z qarshi deb so'zlayman. Undan keyin men endi shuni umid qilaman. Masalan, shu har xil temalarda qo'yatgan mazmunlar antilimizga mazmunlar yaxshi, ammo yaxshi diqqat qilsak, yana shu fan texnika, mumkin vaziyat, undan keyin shu asqatadigan mazmunlar bo'lib fan texnika. Bek az. Shu to'g'riliq ko'plagan ishlasa, ishlagan bo'lsa, shu farzandlarimizni yoki o'zimiz yangi qila oladigan ishlar bo'lsa, ashlarni izlab deb yurib, yangiliklarni yaratib, ashna qilsak, yoki shularni o'zimiz ana tilda bek pechatib kelsa, chet el tilda albatta, uni kengaytirib qilsak, shu bizning kimligimizni saqlab qolishga eng muhim yo'llardan biri. Shunga men kuchli tavsiya qilaman. Mushjatda qilaylik. Masalan, mening qo'ldan kelishicha shu turli mazmunlarni, foydali mazmunlarni men so'zlay, takror so'zlanglar, ilm fan doir narsalar bo'lsa chiqaraylik. Vaziyatga kino, film, san'at naqsh baxsh bo'layvermay, yoki tamoq bo'layvermay. Ularni qildanlar qilaversin. Yangi mazmunlarni ko'plab chiqsin demoqchi. Chunki haqiqatan biz bek ozmish fan texnikaga doir o'zinglar bilasizlar, u maynatlar hamma narsani ishlab fan texnikada xil bir yabodi o'g'irlab yoki o'zlari barliq keltirib, bizda tuzuk narsa yo'q. Azoblarligi bek oz yo'q emas, butunlay yo'q emas, lekin bek oz bo'lsa shu yo'qga, shu yo'q deyarlik, yo'q emas, yo'q deyarlik. Bek oz. Shuni yaxshi o'ylash baxsa xalqimiz. Onun ustiga ma'lumotga ijtimoiy aloqa bizga oldim ketmayli. Farzandlarimizni bek baldur cho'ktirib o'tmayli. Ishqilib amdilatni uyg'unatadi, lekin dunyo uncha uyg'unish emas. Bilsizlar, TikTok muhtai meni ixtilar o'zining TikTok bilan chatallarni aldab ularni telefonga shu cho'ktirish maqsad qilingan shu orqali pul tepib ularni boshqa ishlarga kar olmaydigan ideya jihatdan shu telefonning yo'linishi qaramadigan ashta qilib qildan bor, lekin qilish maqsadida chiqargan shu TikTok'ga o'yg'onganlar bor, yetarli emas. O'zining TikTok'i degan boshqacha asosli nurg'un yaxshi mazmunlar bor ekan. Shu demoqchi o'g'lim rezil kishilarning o'yiniga tushib ketmay. Esil naqshlarimizni bor albatta bo'laversin, ammo dim tushmay. Tamoqlarimizni esil qildanlar qilaversin. Unga shu boshqa yangi mazmunlarga kuchaylik. Bular shu bizning kimligimizni saqlab qolishdagi muhim yo'l deb qarayman men. Ham bizning shu fan texnik jihatda, qurol yarog' jihatda, military armiya jihatda, siyosat jihatdami,
bekrak küçsek, fan texnika jihatlarda bolalarimiz o'sha yerga da mang'ulsak, foydasini ko'ramiz. Bugungi mazmunlar ishqilib oldin qapti işte ağrıp kalıp, onkin aldırışı kitip, tuyuqsuz, əmdili yaxşı qalsam tuyuqsuz muhabbetim ağrıp, şunda qelim ketdim, miyaga birmi chaplab yurib, nim qo'ydim. Şuna əmdi şu taqatqı mazmunini başlashdan burun sizlarga shu kichkina tavsiyalarim salomatlikni asrayli. Salomatlik muhim. Undan azroqligi masala ko'rilsa, masalan shu odam Xudoyim bek mukammal yaratgan bu odamning insoniyatini dünyani mushu badanning mushu signallarga diqqat qilma badanning bir sho'l deydigan mushu signallarga mushu kasallik alomatlarga hargiz sal qarmay vaqt-vaqtida berib doktorxona berib tekshirib turinglar salomatlik birinchi baldir berib tekshirsa mushu o'limning oldini olib bo'ldi kasallikning kengayib ketishini oldini olib bo'ldi hatto yo'qotgili bo'ldi ang vaqtida bo'lsa hatto yo'qotgili bo'ldi. Şuna özümüz asırda adam yo'q demək, xuddi mən aldınqı məzmunlarda degəndək bu rəzlik işlər, hər türlük amallarını qılıb nübus azaytış, oyun qıvatqan boğandan keyin özümüzdə bosmu, özümüz asırmısaq, şu yaxşı çiniqib, haraq tamakını taşlab, vaxt-vaxtı doktorxanada görünüb, özümüz asırmısaq, keçironlar asraydigan, kar bulduğun adam yo'q. Ular nopaz azlışına avra. Şu zeriksam təklimi, haraq tamakını taşlanlar. Aldım xalçı ulanın sodu, o nimsi düşüp ketmeli. Sorular da haraq tamakı bulmuşsun. Bulayverdi. Onkin o haraq tamakı zolaydan dostlar sal yiraq turayli. Hem ular nəsiyyət qilayli. Nəsiyyət almasa yiraq turayli. Çünki haqiqi dostlar nəsiyyətini anlaydı. Haqiqi dostlar sizlarni zolamaydı. Yaq desanlar zolamaydı. Ondan keyin şu ailə tərbiyəsiga diqqət qilayli. Balalarımızga bek baldır telefonlarni bermayli. İlğar olub ketgan telefonlar, kichik telefonlar bəsanlar buldu addi. Bek ilğar olub ketgan telefonlar bermayli. Bek bəgənlər kəpkəs olmamayli, amma diqqət qilib tekshirib turib, cheklab turib aldıq məzmunlar degəndək aştaq qilib ko'z quloq olub turayli. Ular şu razil kishilarning o'yinining qurboni bo'lib ketmasin. Ondan keyin yana bir mazmunlar deb qo'yay. Ma'lumotli Facebook'niki bizlar cheklab qo'yib tutilib qo'yib ashta qilib yuridi. Biron qaranchida yaxshi deb qarayman, lekin endi mening mazmunlarim salqi zang to'xtagan mazmunlar bo'lgan ekan. Masalan, vaksin deydi. Şu meni turiblam xat yozilmaydan qo'ydiga, ba'zi xat yozilgan, ba'zi inkas yozilmaygan. Lekin endi voz kechmay tirishtirib chiqyapman. Ondan keyin men yaxshi mazmunlarni ishlaydigan xalqimizga kichkina tushuntirib qo'yay. Masalan, Facebookda shu iqtidorlarni atrofingdagilarni so'rab, iqtidorlarni yoki to'g'ri izlab yursalar nurg'un uchurlar bor. Facebookning iqtidorlarini, YouTubening iqtidorlarini, pul topadigan iqtidorlarini, Instagramning pul topadigan iqtidorlarini ichib qo'yinglar. Agar sizlarning ishlagan mazmunlar yaxshi bo'lib ko'rish qatim ko'payib qolsa, ancha-muncha pul tepish fursatlar bo'ldi. Qilgan shu ajrlar hisobinglar bekor ketmasin. Şu aşında qo'y dedim. Ondan keyin men naq maydonniki Facebook'ningki naq maydonda odat ishlaganchada oxirlashtirgan vaqtlarda naq Facebook sizlarga uqtirish berdi-ku. Mush 30 kun saqlanib 30 kundan keyin 30 kun qo'yilib naq maydon mazmun 30 kunlik o'chirildi dedi. Bu ashlanashda qoidasiga o'zining. Shunga mesela maaşış maşın naq maydon ishlaydiganlar shu naq maydon ishlab bo'lgandan keyin shu bir haftada yoki bir ish kundan keyin yoki shu bir oy ichida tushiringlar agar xohlasanglar. Bu bir oy jarayonidami shu Facebook sizlarga askar ishlam berdi. Nima manchinchi kuni palon kuni o'chirildi. Undan burun tushirilish xohlasam yana bosqin debchi. Shuni tushirilib, undan keyin har qaysi Facebookdan yoki YouTube'dan deb shu ajr qilib ishlagan shu mazmunlarni tushirilib, unga yana davomli yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Masalan, men shu Facebookni ishlab bo'lganlikka bir oy ichida tushira olmay, o'zim yoqtirgan mazmunlarni yaxshi deb ishlagan mazmunni tushira olaman. Unga nimaga YouTube'ga chiqarib qo'yman. Shu an YouTube tuturdi. Ko'rganlar ko'rib foydalandi. Yensa men shu tasodifga yo'qolib ketib qolsaq
ketib qalsaq balalarimiz ko'rdi simarimizni agar uchrutib qolmasa. Xudam saqsınamımızga salomatlik uzun bir ata qilsin. Aşın deb qo'y dedim. Onun için andaus bugun taqat qilmasmini boshlaydi ya. Ama o çeçim denge qapti hech qisi yo'q. Qara teyin çeçim bilan nim qilmay. Ondan birinchi mazmun miyada birisi chiqib qo'yibdi, shu men degandek shu Amerikada shu maktab sesimizningki alti bashirsini davomliq bilib diqqat qilmagan diqqat qilayotgan ko'rat alqi his qilgan ota-onalar nang ishlagan mazmunlarni ko'rib mening shunday ko'zlarim ichildi ham bizmi bularni burun uncha diqqat ketmagan shu bo'ysunib bilan o'tib ketgan qo'y biz maktablarda masalan men shu 14 yil o'qidim 12 yil o'qidim 14 yil bu jarayonda biz savol qo'yib baqdikmi maktabning sesimizga yo'q qo'ya olamdiq yo'q nima asosli 90% nima bo'ysunish ko'z tipagan narsani o'rganish ko'z tipagan narsani yodlash as qoldirish undan keyin shu tugamas imtihonlarga nim qilish shu imtihonlarga tayinib qilish natijaga tayinib qilish diplomatlarga tayinib qilish qatorliqlar bo'lgan-ku undan keyin bu jarayonda mushunda asqatmaydigan ishlar jarayonida bizning bolaligimiz tatilgan esil mangu qaytib kelmaydigan ikkinchi qadamliq fursat bo'lmaydigan oila bilan birga bo'lish go'zal fursatlardan mahrum qolgan ashta vaqtlar bo'ldi-ku shunga men demishay kep o'shada unchik ortiq bo'lib ketmadi cho'qqim barat to'xtab o'ylaydi deb bo'yliq shart deb men deydim do'q inglizcha buyruq tasdiq deb shundan miyaklab miyada bir muncha narsalarni o'rganib ham o'zim ana bo'lib ko'zlarim ichilib shunga mush jarayonda mushular orqali endi mushu ko'zim ichilib mushda alqi meni uyg'onishim sabab alqi yerdan bo'lgan mushda eslmas bilan men davomli ishlab ko'pchilikka tushunman shunga bo'lsa mushu Amerikada turadigan yoki bo'lmasa boshqa chet ellarda turadigan endi ayada amal yo'qda turadigan mushda azroq fursati bo'lgan xalqimizga yordam bo'lsa yaxshi ashlarga deydigan tavsiyalarim shu maktab to'g'riliq bolalarni maktabning sistemini yaxshi ko'rib yaxshi tekshirib yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lmay qolsa shu uyda o'qituvanga mesela tavsiya qilmanda endi ma birinchi mazmun endi mushtaqatning birinchi mazmuni mush bir semiyada mana dedi You should not. If a child starts school today, they'll finish university in 2045. The system they're learning from. Mana dedi, ma birinchi jumlasini qilay. Shunga farzand maktab kirib, mush 10 yil maktab uzun so'zligan maktab musobaqasini bitirgan, ilqi maktab musobaqasida 200 yil burunqi sistemimiz bo'yicha ta'lim tarbiya oldi dedi. To'g'ri. Maktabning sistemasi shu maktab shu Rockefeller degan bir qapoq sarang razil mush maktab sistemini natijasiga maktab sistemini barliq keltirib Amerikada unkin dunyo yuzlab qolgan chet ellikni o'qimayman men Amerikada yashadim Amerikaniki bilgaman Amerikada mush Amerikaniki maktab sistemini shu cho'ng qurama yetganlarni tarbiyalab zavod ishlarini barliq keltirish uchun qurilgan kurslar qatorida ishlamchi tarbiyalash kurslarini qator ochgan chog'da shuni kengaytirib shu maktab sistemasini qilgan emasmi shu sistema nuqul hozirgacha ishlanib kelyapti-da masalan maktabning qurilmasi o'xshash sinflar o'xshash o'qitilgan narsa 90% o'xshash qoida usullari o'xshash hozirgi kun 2025 gacha hatto ma deydi bugungi masalan 2025 yildan keyingi bolalar shu maktabni 2045-yili bitirdi endi chom yoki boshqa odamlar cho'ng o'zgarish qilib ketamisa shu bolalar 2045-yilgacha o'rgandig'ini yana shu 200 necha yil burunqi kona sistema shu reallik o'g'in kelmaydigan dunyoga poq asqatmaydigan
deydi. Nayet to'g'ri. Undan keyin mau deydi, undan keyin shu hozirgi texnikalar kengayib bunda bo'lib ketgan kunda shu yil ham shu Google'dan bir izsiz chiqadigan mazmunlarni shu Google ismi chiqib oldigan, torda ismi chiqib oldigan, o'z o'qib bilib olgan shu mazmunlarni texcha shu maktablarda shu zo'lab as qoldirib yodlig'izib qoldi dedi. To'g'ri. Asqatamdi, asqatmaydi. Men bir şey gap shu o'ylab ketman. Mening maktabda ba'zi vijdonli o'qituvchilar amal yo'q o'qitish bo'lib maktabni ochib butun men sesmonsanim qildim, ammo amal yo'q. Lekin ba'zi vijdonliklari deydiganning gaplari hozir o'ylab o'tasam, shunda to'g'rida. Masalan, o'tir maktabda mening bir o'qituvchim Asha degan tema sinfda. Mush kechronlar. Mush maktabda sizlar o'rgangan mush bilimning hatto 20%ni mo maktab bitirgandan keyin jamiyat chiqqandan ishlatmaysizlar deb Asha degan. O'ylab baxsam, men o'zimning misol qilib o'ylab baxsam, real xalqlar bu qiyos qilib yurmay o'zim misol qilib so'zlasam 20% emas 10% mi ishlatib olmayman. Chunki mening hozir men ximiya bo'ladi bu ma'no ekan. Nol ulan ishlatishim, am turmush bu yerlardan turmushda o'rganib olmas. Eng oddiy aqllarni bilib olmas, ammo u aqllarni maktabda unda uzun yil 1 yil ximiya o'qibmi unda uzun kerak emas-da. Ondan keyin tarix darslari kitobda o'qib olsa ham bilmaymiz, u tarix darslariga ketgan shu soatlar, shu imtihonlar, shu yodlashlar, vaqt shuning uchun ketgan vaqtlar. Poqas qatmaydi. O'qib olsak bo'ldi, o'rganib olsak bo'ldi, nutqlarni bilib olsak bo'ldi. To'g'ri izsa chiqdi. Unda soatlab, shunchalik soatlar ketmaydi asli. Onun için şu yanını versen matematika, men matematika şug'ullanmayman. Hozir o'rgangan matematikalarım ancha-muncha nayti oddiy eng aqallisi asqatudi-yu, boshqalar hammasi kompyuter. Hisoblag'ich bor, kompyuterlar qildi. Maxsus o'rganganlar qildi, haqlar yollab qildi. Nima hozir shu kichik bolalarnikini ham o'tib ketdi-ku, chunki biz ishlatmaydik, o'tib ketdik kichik bolalarni boshlang'ichdan hatto 6-yillik, 5-yillikning ba'zi imtihonlarga qachon biz chig'imizda maktab bitgan bizlar ishlatmagandan keyin, chunki ishlatmagandan keyin jamiyatda o'tamaymiz imtihonlarda, boshlang'ichdan imtihonlar o'tamaymiz hozir. O'tib ketdik chunki ishlatmaymiz. Ishlatmagandan nima o'rgandi? Aqallarni o'rganib, yo'qimsa uyda o'rganib 1-2 soat bo'ldi, butun kun u hamma shu asqatmaydan sanda shu qiliq sig'ib singdirib qo'yib bolaligimiz, suyimlik aile vaqti, qimmatli hayotimiz, shu bolalik hayotimiz hamsi bekaza bo'ldi-da mana. Shu men o'qib shu magistr o'qitgan vaqtimda magistrlikni 2 yil o'qib tashladim, o'qimadim. Asqamayki. Shu nuqul sahada kirishganlarga shu nuqul narsani o'rganish kerak. Butun olajoq hamma narsani qo'shilishning hech qanday qarshi yo'q-da. Asqatmaydigan shu yodlig'izib, shu ketgan eski vaqtlar sit. Asha deydi, to'g'ri deb qardim. Undan keyin built over 200 years ago. We're not even teaching what's relevant in 2025, much less 2045. Undan keyin o'rgangan mazmunlarimiz shu. Bu dunyo taraqqiyotida mushkun kelganchada o'rgangan mazmunlarning ko'pincha unchalik nima qilib ketmaydi, yangi mazmunlarni o'rgatmaydi. Undan keyin yangi mazmunlar bo'lishi mumkin. Onun için bularning 80-90% chunki bir o'qituvchi bir muncha o'quvchilarni nima qildamonki o'quvchilar degan yangidan cho'ng bo'layotgan umoq bolalarimiz o'ynash vaqtidagi bolalar hammasi o'zlarining ishini qilib hammasi ayrim bir hayotliq ayrim o'zlarining psixologiyasi bo'lgan, ayrim xarakteri bo'lgan, ayrim mijoz xarakteri bo'lgan, mijoz bo'lgan, qiliqlari bo'lgan, ayrim bolalar bular yosh o'zini bulg'ab chiqdi, qiliqlarini qilib o'ynaydigan vaqtlar. Ular ashta qilaversa albatta qilaymi qancha qildi, hech kim mangmaydi, bir o'ynab o'zini qildi. Ularni hamda boshqarish uchun cho'qim ularni shu besish kerakda, gap qilmaysa, o'tirsa, qisib o'ta, unda qil, bunda qil deb.
ularning shu bulduqlab chiqayotgan qizg'inlik, o'g'inish, o'ynash orqali o'g'indi albatta bolalarning o'ynash davri. Oyoq muyoqqa qiziqib, shu umuyoq qarab, ashta qilgan qizg'inlik, ashlarni ko'rib o'g'indi. Shu qizg'inlikni shu bisib toza. Gap qilmaysa deb shundoq gap qilg'is kelib ketsa, o'ynag'is kelib ketsa, ashta qildim. Shunchik xatoda. Ameta shu qaysi bir video masha deyilgan bolalarning shu tug'ilib onunigim shu qisman yashmish 6 deb apti ba'zi turda har xil apti demak o'g'lim mening qarshimda shu 6-7 yosh bo'lsa bugacha u zo'lab abisini o'gitib zo'lab u bu qilib zo'lab uni qilishning qayti yo'q so'zlashni shu o'zra mehr muhabbat bolalarni cho'nqotgan vaqtimizda so'zlab kodlab oila ahvol bo'tqancha o'g'indi inson degan shunda aqlli xudoyim men degan vahshiy yaratgan ammo desam dal mushda bo'g'ashqa pechet yaratgan boshqa ba'zi razil kishilar mush o'ylab yetib odamlar menda ish ketmasin menda o'ylab ketmasin deb shu butun shu nimalar bostirgan gap chunki insonning mengasi degan unga bolalar degan tabiiy inson tabiiy o'rganguchi ko'rib biladi analiz qildi bütün shu bismlar bo'lsa, gap qilmaysa, savol so'ramaysa, o'tirsa, jim o'tirsa, jugamaysa, sakramaysa, uni qilmaysa, buni qilmaysa deb bütün shu bolalarning shu qilish tegishlik vaqtida shu qilganlarning qiliqlarini qilib qo'ymay, ularni bostirib hozirgacha mana burun tatib hozirgacha shu kichik bolalarning insoniyatning shu IQ'si deydi, aqllar u bu narsa hammasi to'lab shu bitib, geniyasini deymiz, aql ixtiyorlarini tanlantirimi tuanlab bo'lib ketgan sabab shu mumkin bugungidek mushta xulum o'tan ishlar yuz berdi mana. Xudoyim saqlab, xudoyim shukri. Mushu mening men ishqab men shukri aytaman, mushu ota-onam haqida yaxshi beqib ekan. Mukammal emas, ammo yaxshi beqib ekan. Men Uyning ishkinchisi men 7 yoshgacha maktab olmaganman deb aytdim. Oldingi videolarda deb aytdim, opam meni bir qitma shu 1 yoshlik opa borda, 3-4 yosh vaqtida. Yasini yoqtamdim-da men. Unga yig'lab o'tasam, opam ko'rib men aytdi, uni qilib bam deb maktabga. Uydilar. Opam shu 7 yoshda men maktabga kirgan. Uni burun o'ynab, opam u qiziqib, u boqib, opamning tomoq ichishga qarab men qiziqib o'rganib olgan. Ondan keyin ular ishiltida, ular maqtab oshxona ishtirdi. Demak, uni burun shu opamning aytgan tomoqlar qarab qiziqib yurib nim qo'ygan, o'rganib olgan. Opam shu suyoqash tashlagan deb test tashlaydi. Opam hajab test tashlaydi. Opam emas, cho'qim opam ish pishman deb opam ashta qilib nim qo'ygan. Insoniyat yana qiziqish bilan nim bo'ldi-da. Ondan keyin rasm chiqamroq opam otam mishalarga bir mas berdi. U qarab men sizay deb uni sizga boyoqlarni qilib opam ashlarni apirda o'yna. Shularni qilsam opam deya qiziqib menga sho'liqi opam sizamaydi, ammo men shunda rag'batlantirganda shu rasm ishlarni o'rganib oldim. O xuddi men balam qanday balamning shu rasm kitobini chiqardim, 3 yoshdan boshlab hozirgacha sizgan shu men sizib ko'z qo'ymay bir qitim ko'rib o'rganib oldi, vash sizib undan keyin shuni asosan o'zgartib u bu qilib shu nim qotdi. Ashta qilib qilgan Ondan keyin shu o'ynaydim shu. Shu maldagi bolalar o'ynaydiq. Va shu bir qadar bexatar vaqtlarmi o'chadaliq. Maldi bolajaq, cho'nlajaq, shu nimami ish qilib shu qora o'ynaydi. Ondan keyin tuqqalajaq, nari parlajaq, ashlarla o'ynaydiq. Shukri ish qilib otamga shu bolaliqimda xili qinib cho'ngib ekanman. Shu unchi zo'lab qilib ketmaydi. Uni qil, buni qil demaydi-da. Onunga shu mehr muhabbat bilan shu maldiklardan meni kapirli bozaqan vaqtlarda kichik vaqtimda otam chaqasam otam bir grabamiz qo'qdi. Shu lozimda bizga. Mumkin opamning shu yuzini tutib, kichikimda shu yuzini ma'zun tutib, uxlab cho'ng'oq opamning qo'yindaman. Hozir qizaman o'sha 1 yoshdan boshlablam yo'qim undan burunlam bu tug'iliblam ayrim karat yotqizib ayrim o'jiga kirib nim qotmagan. Yo. Undan keyin hozir to'liq mazmun so'zlayman.
Nim qilmagan shu opamning shu qo'yinda nim qilgan cho'ng bo'lgan hozir mana opam shu o'zim ayrim uy xolig'idek vaqtimda undan keyin qarindosh bo'lgan uy kichik bo'lgan undan ayrilib nim qilgan. Mana hozir ma jinim bolam shu mening mangzimni tutib uxlaydi. Mening qo'ynimda uxlaydi. Agar qo'pib ketib men boshqa ishlarni qotgan bo'lsam, yig'ilsa yoki ovoz olsam darhol kirma. Chunki shu vaqt bu vaqt bolalarning yoki kichik bolalarning shu vaqti anaga eng ehtiyojli vaqti. Bu miyadagi ba'zi qapoq ota-onalarning bolalarni chuqur shu tarbiyalash kerak, yolg'iz uxlashga, yig'ilsa mayli soatlab yig'lab kelsa, mayli shu chuqur turishing, turinglar tishla. Qapoq sarang qapoq dudlikda shu. Shu xatoligi dahshat xato tarbiya. Balla tug'ilgan balla qancha kichik bo'lsa shunchalik ota-onaga ehtiyojli, albatta onaga bakrak ehtiyojli. Shu vaqtlarda biz cho'qqim bo'lishimiz kerak. G'ing dapog'icha kirib bo'lishimiz kerak. Yoki bo'lmasa shu qo'ynimiz uxlashi kerak. Shu orqali ularni shu ularni shu bexatarlik tuyg'usini o'stirib, mehr-muhabbatga to'shqizib cho'nqsak, uningga bo'ladi. Bal degan esil cho'ng bo'ldi. Bu maqolasi shu kichikdan boshlablam yana bir mazmun deb ketdim. Boshlablam shu bu dunyoda demoqlar razil desam o'zing yozmishlar, o'zing tayinli mustaqil bo'lsang bo'lmaydi degandek. Kichikdan tatiblam shu umidsizlantirib cho'ng qilsak dunyo mushta qilamqan odamlar cho'ng bo'lmoqlar. Yig'ib ketdi. Shunday ma'lum mazmunum taqlab qoldi. We still teach kids to memorize facts that they can Google in seconds. To sit Mana shu Google sil chiqib olgan narsalarni shu zo'lab yotg'izib o'qitadi. To'g'ri. Nemishqa bolalarga shu bir masalani o'tirib qo'yib, shuni o'ylan deb o'rgatmaydi. Yoki bo'lmasa o'yinchoqlarni tashlab berib, buzg'izib, qayta qurashtirgan ma'ni deb o'rgatmaydi. Asqat men onasini o'g'tirib, shu bolamga oldin dadamga oldin qapti tangilanib ish kapti o'tdi tangilan. Oy. Keyin o'g'nasim buldi-ku. Unki ABC matematika u bu so'zlash u bu uni qag'ini shu nimani o'qitdi shu. Qaydiyosin bo'ysini shu o'qitdi. Nimish qaydiyosin bo'ysini o'qitdi. Cho'ng'a shu hukumat bo'ysini emasmi? Bo'ysini emasmi? Başlıqı boysunduğan hükümet boysundan qıpçın qolu şuna. Davamlıq sizlər, mana da ötəb bitək bacaqsızlıq etdim. what school calls a problem is often someone's greatest strength. Bu yana bir mazmun mushum ilqi. Maktabninki mushu bak muhim mazmunki ota-onalar diqqat qilaylik. Maktabninki mushu o'qitayotgan mushu bolalarni mushu bostirayotgan ishlari dal mushu bolalarning bolalarning talanti deydi u odam. Bak to'g'ri gap qildi. Masalan, bir kichik bola shu yugurib o'ynab va o'qitishni ochiq gap o'tta deydi. Amaliyotda shu yugurib pichet toza jonliq harkatchan bola dal shu kelgusida tanarkach bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan talantli bola. Kodilda degan kichik bola dal shu cho'ng'asa nutq qobiliyati intayin kuchli bo'la oladigan bola. Onun keyin boshqa nurg'unlar bor. Masalan, diqqat qilma, shu ma'lum gibi diqqat qilma, o'zing ishini qilaverib, shunda, masalan, mening bolamda o'zining bir ish qilgan bo'lsa, shunda lazer nurdek diqqat bilan qildi. Menga qilsam anglamaydi, shu chuqum ishini tugatib menga men qaraydi emasmi? Ashta qilganlar odamlar, ashta qilgan bolalar kelgusida dal shu fan texnika yoki bir ishlarda yoki shu bir ishni mukammallikni qo'shgan bolalar shu. Ammo mushunda pichet bolalarning nimalari maktabda nima? Maktabda avarichilik masala. Balangiz yaxshi o'tamaydi, tuzuk o'tamaydi, gap qilsa olmaydi, kodda bu anda qildi deb bizga ota-onadan deydiganmishda masala dal shu bolalarning talanti bo'lish ehtimoli yuqorida, talantida hisobda. Asha deydi madam. Shu gapini olib aytib to'g'ri nim qildim men. To'g'rilikni his qilib tahlil qo'ydim. Mening deydiganim ularning maktablarning maqsadi bolalarning ro'naqni pishun emas. Faqatla boshqurish uchun, bolalarni boshqurish uchun, bo'ysundirish uchun deb yozdim. To'g'ri?
Bo'lmasa nimishqa balani maktab baran yeshim kishlab ketdi. Kichikdan boshlab mana shu qilda bosib qilishning sababi bor oq ko'rinishda. Şu yendisem yani şu Amerika'da nurg'on adamlar uyg'onib 20 millionni ishib ketdi. Hozir qadar ayolda o'qitdi. Yo'qimsa shaxsiy maktabda o'qitdi. Maktabning shu o'qituvchisiga qaraydi. Nimalarni o'qitdi, qanday o'qitdi, hammani ko'rib o'rganib uni qildi. Agar o'zingizga bolasiningki balasining shu mijoz xarakteriga, shu kelgusiga, shu rivojlanishiga kechiringlar, foyda bo'lmaydigan maktablar bo'lsa, bo'ldi, hech qaysi bag'izma o'zim yuktaydi. Qolishadigan onalar vaqtincha xizmatda to'xtab, o'zining butun diqqat e'tiborini bolaga berdi. Qolishadigan dadalar ayolni yaxshi boqadi, chunki ayol bolasi boqatgan ekan, ayoli bolni yaxshi boqadi. Ha bo'l buni deb bitlay. Endi boshqa mazmunli qisqalik mazmunlar bor, hamda to'liq azobli o'bo yoki g'azab nafrat deb ketmay, ochiq kulgilik narsalarday zerikib ketmanglar. If illegals voted Republican, Democrats would immediately demand deportation and drive the trucks themselves. Man bilasizlarmi, Trump chiqqan yoqim shu qanusiz ko'chmanlarni izlab yurib chiqaratdi-ku. Onunki o'zinglarni ko'rasa, ko'pincha 90% ko'pincha shu butun askar ishidagi arlar, yosh arlar, onunki hisobda arlar shu. Balla ayollar bek az chiqargan. Onunki bilan aqtirib o'pib qilib, ta ularning nurg'onlarni jinoyat ishganligini nim qotdi. Ammo bizlar shu solchilar, shu o'nchilar bilan nim qilishib, Trump bilan qarshilashib, mushlarni qo'g'dab o'zining haqqiga yoki qonunli ko'chmanlarga qilib ketmaydi unchalik. Ammo shu qonunsizlarga shuncha ko'ngil bilib ularni shu yo'lda putlik qashang bo'lib yuradi-da. Shunlar ham mani chuqur bir 10 yozdi, lekin bak yaxshi yozibdi, nima debdi desanglar? Shu qanusiz ko'chmanlarni chiqaritish, shu siyosatlarga qarshi turadigan odamlarni debdi-da. Agar shu solchilar shu jumhuriyatchilarga bilet tashlagan bo'lsa, agar shu qonunsiz ko'chmanlar shu cheklatmasam, qonunsiz ko'chmanlar shu solchilarga jumhuriyatchilarga bilet tashlagan bo'lsa, bu o'nchilarga kechiringlar. Agar shu qonunsiz ko'chmanlar o'nchilarga jumhuriyatchilarga bilet tashlagan bo'lsa, va solchilar cho'qim qonunsizlar nimalarni chiqartimiz deb, hatto o'zim mashina deb yordam beradi edi. Chaninglar, demakchi uni bunchiliklarni kirgizishning sababi borda, endi arq ko'rinishi. Chunki men oldingi mavzularda degandek diqqat qilay, bilet tashlash bu ishlarga yordam bo'ldi debchi. Chunki Amerika nurg'on kishilar uyg'onib jumhuriyatchilar tarafda, o'nchilar tarafda emasmi? Endi bulardan cho'chab, bular biletni senlar topmoqchi, ishda chidamaslik topmoqchi. Shunga onun boshqaligi nurg'on dramalar bo'lib ketadi-ku shu jamiyatda, masalan, Trump nomber siyosati bo'ldi. Bilet tashlamoqchi bo'lsa, cho'qim Amerikalik ishkanligini isbotlab turib bilet tashlash kerak deb. Asli unda bo'lishni muashto Amerikaliklar tashlab isbotlashni ashto'ligi mustaqil mutamı kitib cho'qim isbotlash kerak-da hozir. Shuni isbotlashqami? Lekin isbotlash aqlida, chunki nemishqa haq boshqa davlatning odamlari miyaga so'qilib kirilib, onuniki miyaga bilet tashlash. Nima qo'limotam mushta ishlar Amerikalik birda. Qaysi bir davlat qonunsiz ko'chmanlarni bilet tashlashda? Yoki hatto qonunli ko'chmanlar xislati erishmay turib boshlamaydi. Men tashlayman. Tashlang bosh shunda. Ham bularni shu maqsad shu yog'in biletlarni nim qilishda-da. Shu ashaba qisqalikka buni nim qo'ydim. Shu unga shu Trump qarshi turib shu unga Nancy Pelosining ba'zi bir videolari borga qisqalik ismlarni xalqni shu xato yetaklash. Bu cho'qim o'zining kimligini Amerika ishganligini isbotlash
isbotlab undan mau nima tashlasa nimga qamlashmagan deb dahshat eng aqalli u shu undan keyin shu odamlarning idisi burun mau to'y qilganlarning ismini o'zgartirdi diye burmada tashlagan anda tashlash uchun uni qilib hamda isbot pasport bilan ko'rish kerak deb nada xulmatanglarni qilib amaliyotda hech qanday ta'sir qilmaydi bo'ldi shu driver license mumkin agar ismini o'zgartgan bo'lsa pasportini kim o'zgartish kerak ismini kim birlay qilish kerak u qilish qilmasga o'zining ishi u Nədəlik axmas onki ayollarni ko'tarib chiqib ayollar unda qilmaydi, bunda qilmaydi chunki ayollar burun bunda simti to'yganki arning ismini qilib unda qildi ham o'ziga shu bo'lgandan agar ular ismini o'zgartmagan bo'lsa ikki xil ism bo'lib qolib bilan tashlamaydi chunki ular ismi o'xshamagan ayada tashlayolmaydi har xil savollarni qo'yib ishlarni qilmoqda bu deb agar ismini o'zgartmay butun nimalarni qilsa har qanday ish taqishdi u amerikaliklar o'zining ismini birlikka atamay qilgan o'zining ishi u Ondan keyin qaysi bir yana bir ayol qurultaylashgan ayol o na taqat xususiyatga policy deb amaliyat unda yo'q to'la nimasi tushib ketmanglar amerikalik bo'lgan ekan amerikaga saylanmagan cho'qim amerikaliklar bilan tashish kerak aqalli ondan keyin mushtaq oldingi 4 yilda mushtaq qonun ko'chmanni kirgizib yurib yog'an biletlarni qabul qilib yurib bo'lib ketgandan keyin ashta har xil ishlar bo'lib ketgandan keyin hatto yog'an biletlarni shu turkumlab tashlab u qilib har xil ishlar bo'lib ketmasmi shunda bo'lg'achqa Trumpni qilgani shu cho'qim o'zini Amerika ishgan isbotlab unga tashladi to'g'ri umi aqalli to'g'ri qismi ham bunga ham ishlar qaqshab voy cho'qim nimish qunda bo'ldi-ku deb qaz qapoq hamda miyadagi ma qisqalik mazmun demoqchi o'g'ini agar shu solchilar ay mavayla qans ko'chganlar shu o'nchilarga bilet tashlan bo'lsa sol bilet tashlan bo'lsa solchilar o'zlari qo'g'lab chiqartadi qans ko'chmanlarni deb asha bir mazmunga America sucks. Miyadagi bir mazmun shuna yaxshi mazmun miyadagi bir ayolning shu yosh ota-onalarning ota-ona to'g'riliqi bu ayollar shu mutaxassis psixologiya mutaxassis unga shu nutqlarni so'zlab o'zining shu tadqiqotlarini atrofga kang qilib shu yosh ota-onalarga bo'libmi ota-onalarga shu yordam qildi ko'zakni ichib qanday qilish to'g'ri bal tarbiyalash to'g'risida nim qildi miyada bir mazmun o'tirib qo'yibdi men amerikani yaxshi ko'raman ammo amerika nachar deb ba'zi qismlar ishil ba'zi nacharlar bildi masalan ma ayolning demoqchi o'g'ini miyadik amerikaning nachar degan tarafi shu amerikada onalar tug'utliq ruxsatlar yo'q tug'utliq qo'llab quvvatlash yo'q deyalik yo'q ashaka masalan ba'zi davlatlarda ba'zi Yevropa davlatlarda odatda ona amaldor bo'lib mumkin bal tuqqandan keyin işte ularni shu qo'llab chunki noposi ko'paydi ayollar shunaqa shu davlat bir dahshat kuch insoniyat qo'shilgan kuch analar esl shunga nima qildi masalan to'tliq ruxsatlarni berdi to'tliq pullarni berdi to'tliq damilishlarni berdi har xil qo'llashlarni berdi ekan amerikada yo'q Onki ba'zi davlatlarda 1 yil, ba'zi davlatlarda 2 yil hatta shuna yaxshi mishda siyosatlar bor bo'lgan davlatlar bor ekan. Shu ham ayolning degani shu Amerikada yo'q, azobliq deb. Asliga bo'lish kerak aniqlar. Chunki endi to'g'ri degan hammani qildi bu eg'ir narsalar hammani qildi bu ammo eng xalqliq eng eg'ir xizmat shu to'g'rilik ishini ayollar qiladi. Shu ayollarni o'zimizning insonning mavjudligi uchun ayollarni qo'g'dash kerak. Oilaning mavjudligi uchun bolalarning esil cho'ngilib balaning mavjudligi uchun ayollarni nima qilish kerak? Shu to'g'rilik ayolni beqish intayin muhim. To'g'ridan keyin asrash texmi muhim. Okay, yana shu yana bir videoda bir ernan degan gap intayin to'g'ri. Ayolingni bolalarni yaxshi bo'lsin sen ayolingni boqsang, ayoling bolalarni boqdi. Shu ayolingni yaxshi bo'lishiga sen kafolat qilsang, bolalarning yaxshi bo'ladi. To'g'ri shu. Onundaki miyada shu Amerikada shu anda ishlar yo'q. Onundaki shu ayollarni analarni shu ishlab chiqartdi. Buningga akshib qapoq sarang erlarmi shu ishtirdi. Men baqamadim sen ishligini, men baqamadim sen ishligini deb. Asqarmayman. Ashla qildi, shundan ayollar amal yo'q ishlaydi, bolalarni haq boqadi, cho'ng bo'ldi, maktab boqadi, shundan mushta taqut qishlar yuz berdi. Shunga men mushuni taklif qo'ydim, endi
Instagramda ko'ringlar, ingliz bilan ko'rib qo'yinglar. Mening yozib qo'ygan nimam. Men o'sha esil ota-onamdan bak faxrlanma, ham shularning bolasi bo'lganligidan bak faxrlanma, shukr qilma. Endi men o'zimning bolasiga shu bor kuchim bilan eng yaxshi bo'laman deb yozib qo'ydim. Undan keyin İslam eng esli xizmatlarni qilyapsizlar, analar. O'zinglardan faxrlaninglar deb yozib qo'ydim. Analar o'zinglardan faxrlaninglar, shu bolalaringlar shu sog'lom cho'ng bo'layotgan bo'lsa, shu sizlarning to'kbanglar. Albatta nimqon bo'lsa, qo'llab quvvatlagan bo'lsa, arlarning to'kpisi, ammo analar bizlar shu bolalarning cho'ng bo'layotgani, shu pok kiyinib, kimlar pok bo'lsa, sog'lom yetilib cho'ngayotgan bo'lsa, yuzlarida kulki bo'lsa, ang ajringlarda shu o'zinglarda bak faxrlaninglar. Chunki mushundaq bolaning ashta cho'ng bo'lish uchun ketadigan xizmatlarning qanchaligini albatta ayollar, onalar sizlar bilasizlar. O'zinglardan bak faxrlaninglar. Buni deb ketli. Miyada bu boshqa mazmun. Miyada bir bilsizlarmi shu yaqinga dahshat bir xabar olib ketgan bir masala bor, shu Amerikadagi bir El Salvador degan davlatning davlatdan qonunsiz kirib olgan bir qonunsiz ko'chman jinoyatchi. Shu o'zining davlatimi jinoyatchi ekan to'q. Shu odam mumkin shu Trump shu qonunsiz ko'chmanlarni qo'llab izlab tepib chiqib, ularni qo'llab chiqarish yanada nurg'un jinoyatchilarni topdi emasmi? Shu jinoyatchilarning shu bo'lib El Salvador degan davlatga kirgan jinoyatchilarning biri bo'lgan bir odamni bu solchilar degan shunda nim qilib ketdi, shunda dramalarni qilib ketdi. Shunga pul, zehnlarni hashlab, vaqtlarni hashlab, shu ketgan narsalarni Amerika xalqiga yoki qonun ko'chmanlarga ishlash uchun shular qilib ketdi, chunki shu Trump qarshi turish uchun. Ham buni qanday ketsa, shu yerda ashlan degan Trump chiqarib o'taman desa, bular shu yo'lda turib, shu jamiyatga har xil shu masalan CNN, NBC degandek qapoq sarang fake newslar bu jinoyatchini shu boz baxshidi ayol boz ekan. Voy, dada, musha bir dadani chiqaribdi, bolasi unda qoldi, munda qoldi deb. Shular buni zig'irlab tekshirsa amaliyot u degan shu El Salvadorning o'z vaqtida shu jinoyatchi, shu M13 deb bir jinoyat guruhi qor guruh bo'lgan, shu minglab odam o'tirgan. Shu guruhning odamiga miyaga qonunsiz kirib, endi miyada xotin bolalar bor ekan, xotinni urdigan tiqa. İşte xatirlar chiqibdi. Ayolini chiqdim, doklad qilib chiqdim, xotirasi bor ekan. Xotinni urdigan, zo'ravon. Undan keyin o'zi bir jinoyatchi, o'kimga qonunsiz kirgan. Shu odamni qutqizish uchun ma'lumotga shuni bir gavdlik qilib ma bir siyosatchi shu bizning mana to'lim baş bizning deb elibray bizning bosh pulimizni xalqning bosh pulini hashlab shu davlat kuchib berib shuni turmadan chiqarib olmoqchi bo'lgan. Shundan miyadagi ziyoratda so'raydi bu odam, sen shu aeroplan berib shu odamni nima shu berib shu odamni ziyorat qilib shu berib kelishdi, lekin El Salvadorning prezidenti uni to'sibdi, ko'rishtirmabdi. Ko'rishdimi? Men endi davomli ko'rishdik deyman, bir rasm bor ekan, rasmiymi? Rasmiyam qilmaydi ketdi. Ikkinchi ish qilib qaysi bir videoda yana deyman, uni rad qilibdi ko'rishga. Mana demoqchi o'g'nisa mush ketgan shu yo'l krasiga mush xalqning bizning boshimiz ishlatdimi desa, albatta xuddi boshqa barliq ishlarga ishlatgan nimalar xalqning puliga o'xshash shu xalq pulini ishlatdim deb oshkora degan gap ekan. Shular men buni qayta bakrlab yuz qo'ydim. Osh ketgan shu pulga, osh ketgan shu dut yo'l krasi Amerika xalqi azroq bo'lsa yardım bo'la oladi deb yuz qo'ydim.
This was an officially cleared, congressional trip, cleared So on a taxpayer bipartisan dollars. basis. Yes, like every other trip. Who did pay for this trip? This was Bu degan bu degan internetli pub ammaviy bo'lgan, hammadan biladiganmish da bir yo'l kirasi. Albatta, nima qildi? Depilqi shundaylik erkin azada xiyolida. Mening o'ylig'imda bu qapoq saranglar nimishqa Amerika xalqiga, qonunli ko'chmanlarga buncha qilib ketmaydi deyman. Masalan, kichkina misol shu bir uyning egisi yoki ayol ishqib uyning egisi o'zining shu bolalarga, o'zining oilasiga qilib ketmay, xo'sh xulumlarga yordam qilib, xo'sh xulumlarni qilib ketgandek qilib voydab ketgandek ishda u. O'zining oilasini bir yoqqa qo'yib. Zat mashashni Amerika berdi, qaysi yerda narsa qildi? an officially cleared. Buni da deb ketaylik. She hit the nail on the Bani kinday. 15-month-old toddler from Greece. Mumkin shu vaksinaga gap qilsam meni to'l to'xtaldi-ka. Diqqat qilib nim qilaylik, o'tib ketayman. Surish qilib diqqat qilinglar, bo'ldi, ortiq uruzmanglar. Bunda desam shekildaman. Celsius energy drink. Suning deydi. Fear and Sizlarga ancha-muncha qiziqarli, ammo damlar deb qo'yayım, yana bir mazmun deb qo'yayım. Nachar iftixor qilmay. Mush solchilar. Miyada bir odam deylar, Qasim Broqliq amdi men qarsam shularga solchi emas, bir odam amdi bir yosh bola pichat amdi Qasim kiyinib bir ayolni so'raydi, solchi ayolni so'raydi. Ayolim yashagan ayol ekan. So'raydi. 2025. People are understanding the difference between lies and truth. What is a Onki mada deb so'raykan ayoldan, ko'chlik ayoldan. Sen 2025-yildagi eng cho'ng masala senga nisbatan nima masala eng cho'ng masala his qilding desa, shu 2025da biz shu masalaning shu bir ahvolning Rossiya yog'ilg'ini bilmaydigan darajaga keldik, shu eng cho'ng masala dedi. To'g'ri? Rossiya yog'ilmaydigan. Lekin andi bu ishtiqli so'raydi ishkin savolning. Sen ayolning nimaligini bilamsan desa, bu ayoldan sen ayolning nimaligini bilamsan desa, bu ayol bu karchilik masala, u kar nima qanday emas. Chaqliq masala u nima emas, muhim masala emas, damdosh qilib emas, doesn't matter emas. Hech qisi yo'q, ishda bo'lmaydigan ishlar u damdosh deb nima qilibdi. Ondan keyin men arabda agar unda bo'lsa men hozir ayol bo'lma desam, ayol bo'la olamdim desam, men ayol ha deydi, ammo da kuladi yana. Ash kulkisini ham o'zining qapoq javob berib qo'ydim demoqchiman. Mushta qapoq sarang emasmi? Yendisam yana shu ishtihar qilmay yensam yana shu. Ayol bo'lolmaydi. Ayol bo'lolmaydi. U butun shu ming ismlarni o'zgartirib, har xil operatsiyalardan shu tashqi jismoniy nimalarni o'zgartirib, kiyim-kechaklarni o'zgartirib, hatto gap qilish uslubini o'zgartirib, yasinib turmush uslubi hamma nimalarni nim qilib, hatto ismlarni o'zgartirib, kimlikdagi machadanlik Misr sir ayol jinslarni o'zgartirib yozmida. Qilsanglarmi, qilib ketsanglarmi, yana bo'lsa tug'ilsa ayol bo'lsa Mushta ishlar o'qitan xalqimiz yo'qda Amerikada, Xudoyim saqlasin. Ayol degan nima deganni so'zlar shu qaymib o'tasa, mushbek azobli vaqtlarda Amerika xalqi azobli deyman. Mushuni deyish kerakmi bizning xalqimizga? Kerak emas-ku. Hargiz unda bo'lib ketmayli xalqimiz. Shundan bo'lsin deb qo'yay, men javob bera olmayman. Har qanday odamdan so'z javob bera olmayman, shunchaki oddiy savol. Ayol degan X xromosomliq bol tug'ish bir ta so'ng ortiqmash bol tug'ish nimasi bor, ixtiyori bor. Bolani oziqlantirish ixtiyorimiz bor. Bo'lgan odam ne ayol deydi. XY xromosomni deydi. Bol tug'ish ixtiyori yo'q, deydi. Ming mushta jismoniy jihatdan nim qilgan. Hem xromosom jihatdan mushta farqlanadi. Aniqlat maktab nima bo'lgani bular. Hargizmi
ayol bo'lish xohlaydim yoki ayolcha his qiladim. Deplam ayol o'zgaradigan ish yo'q. Nima degan dunyodagi eng qamlashmagan ayol tarbiyasi mishadimi yoki amda bu ishtihar qilma amiyadug'amdi. Shu ishtihar qilmay. Shu dunyodagi eng nachar, eng aql sig'maydigan qapoq sarang ayol tarbiyasi. Betlab ketgan bo'lsam kechiringlar. Xato yetaklash, dehshat xato, qiloq. Haddan oshgan qiloq bir xil. Ham bu desam nima qatmaslayman. Bularning shu uning tupki oq ko'rinishi aniqla xuddi men degandek hargiz boy odamlar o'zining yoki shu qo'li ketib bala yoki shu boshqo'sh bo'ysunishni işte vaziyatda keltirib chiqarganlar hargiz o'zining bolalarini maktabga olmaydi, hargiz o'zining bolalarini bunda ishlar qildirmaydi, hargiz shu xalqni shu ideya jihatini ojizlashtirish, qaloqlashtirish, oila munosabatini buzish, ularni ayirish, mushta ishqalar orqali uni har jihatdan ojizlashtirib xalqni bostirish. Ular hargiz qo'zilib ish qilmaydi. Ularni bostirib nima qildi shu. Maqsad shu. Iftixor haqimining tupki maqsad shu. Shu oilani buzish orqali jamiyatni buzish, xalqni buzish. O'zlari ketaveradi ayada. Biz so'zib ketaveramiz. Akshi siz bergan sizqa. Shu ma'laningki shunchalik menisining shunchalik burilib ketganiga adam zot ichim qilmaydi. Dal mushtab bo'lib ketgachga bular shu burimlatgan so'lchilar shuna ishlab demoqchilar ishib ketaverdi. To'shni qotgan chomqa o'xshash odamlarga qarshi turdi. Texim ortiq ishlar ketdi. Biz qolib qolamiz bir yoqda, ishimiz qolib qoldi. Ondan baylar pul tepib ketaverdi. Siyosatchilar aldım qoldi qilib qilaverdi. Bular shu quduqni ichida yashab ketaverdi. Maktabda ishladigan bir o'qituvchimiz ishladiydi. Bir qiziqarli qilganda biray. Hamda esli o'qituvchilar bor albatta. Ma'lumotlar o'tirma adabiyot ma'lumim pechatga plan qilgan ayoldi zang. Shu ayol shu o'qituvchimning bir gap esim bor. Maktab, jamiyat, xalq quduqni ichida yashaydigan paqa deb to'g'ri. Mushu amishlar. Onga bir gap esimga kelib qoldi. Mushu Hindistonning kinolari ajab ketgan vaqtlar bordi. Ashta bir gap esimga kelib qoldi. Mushu Hindistonning kinolarida nima ish qilmoqda dunyoda yaxshi nima kelib ketdi. Nimishqa kishilarning mushu diqqat e'tiborini tataldi, o'zga nima qila oldi degan joyda mushu Hindistonda nimishqa inson ham hatta qaysi bir maqola o'qisam hatto tilamchilarmi masalan mehnatlarmi kino ko'rish uchun o'zini ratlab tasab kirdigan. Undan ular shu 90'lardagi statistika yiliga 900 kino ishlaydigan hozir ishib ketdi. Hozir ham shu kino film televiziyasi insonga dahshat. Bütün shu dunyo emas bo'lib insonning o'zi dahshat yaxshi ko'rdi. Ham u ma'lum degani shu nima ish qilmoqda insonlar ham shu kinolar bak yaxshi ham bak yoqtirib ishlaydi. Ham ular shunda nima desa, chunki Hindistonning jamoaligi asli o'zida jamiyatida shu kinolarga o'xshash go'zal mehr, muhabbat, go'zallik ishlar yo'q. Shunga ular bo'lmag'ashqa, shunga bu direktor u bo'lani shu qilishlar. Ashta yo'q narsani, shu jamiyatda topamagan narsalarni biz ko'rib, o'zimizga tasalli berib, ashta ko'rib o'zimiz o'tirib ketib nima qilamiz. Shunga ashta qilib nima qiladi? Shuni o'ylab kelsam shuna to'g'rida. Hozir shu masalan shu insonning ba'zi ko'chko'lar qarsanglar odam nopuschiq vayrona mehnat ashta unki insonning kinolar qarsanglar ko'pincha nadaldu shunda go'zal ko'rishadi deb hayron qoldim. Bu inson nopuschiq unki o'zim unchik emas nadi oldi deb kim ham diqqat qilsam o'sha pichatliqi da ismlar qarsa kinolari qasachiq insonlarning shu chatalisi Yevropaning eng go'zal yerini ilib inson yo'q go'zallik. Ham bayal badamda umumjatni otmanda. Ashaylan illab uningdagi mushtaqlar xil voqeliklar shunda go'zal qahramonlik uningdagi shunda mehr muhabbat latofat go'zallik ayollardagi erlarga jasorlik bu
Pechada amaliyot shu nimasi qarsa yo'q. Jamiyatda yo'q deyalik. Şuna aşlaq nimqan, şuna xalqning ko'zini, qalbini tatalgan, ham şuna muvaffaq qazanib ketgan dedi. To'g'ri? Aşı gibi, aşı aqlani gibi mushu butun nimaga tushdi. Biz nimishqa telefonga dum tushimiz, nimishqa kinolarga dum tushimiz, nimishqa boshqa odamlar bilan bekrak yaxshi paralashib, o'zimizning oiz qaranchida nim qilib ketamiz deganda shu ashtaq ehtiyoj biz topamasak, uydan o'zimizdan atir topamasak, sirт qaraydigan gap. Boshqani topadigan gap. Odam degan ashta yaralgan, aqalli manda yo'q narsa, masalan, uyda suv qisman teshin suv topaman da, bir yerdan topaman da, yo'q narsani sirtdan topadigan gap, boshqa bir topadigan gap. Ma bir yaxshi mazmun qoldi, ishtiklik qilib qoldi naq maydonda kalamga. Shunga oila tarbiyasida biz ashunday diqqat qilaylik. Uningki shu farzand tarbiyasida bolalarga biz kichikdan boshlab yaxshi aqltab, pichat qondirib cho'nqsak, ko'ngli to'qildi, sirtqa yurmaydi, sirtqa nim qilmaydi. Uningkin ammani qilib unda nilqi xato yo'l aqltatma degan gap emas. Yo'q deb turib aqltamizda. Unki bizdimi bir tamsilmoqqa qizlarni ko'zini to'qib cho'nqish kerak deb. Ashunami sababi, ashum aqlana, ham cho'qim qizlar emas, o'g'larni mana aql cho'nqilishimiz kerak. Onunkin ularni axloq jihat u bola jihatdan bexatarlik u bola yo'q deb turibmi? Jarayondami? Cho'qim biz otani bo'g'ishlar o'zimiz butun jihatdan puxtlab, otani bo'lish tarbiyasi sharoitiga bo'lgandan keyin uniki otani bo'lib, bolalarimiz ashunday ko'zi to'q cho'nqilmaydi, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin. To'q cho'nqisaq, o'zi ishingan mehribon muhabbatga to'shqizib cho'nqisaq, ko'ngli to'q bo'lsa, mehribonlikni notinchdan topmaydi, sirt qarab qolmaydi, haqni oldim qolsa oson tushib ketmaydi. Shundacha itqoriqga o'xshash ta'sirlar ko'z oldida tuzmi, tavrab qolmaydigan bo'lib cho'ngildi. Bak ish ketmami? O'tib ketdilar. Of course Michael Jackson was innocent. And I'm so Michael Jackson degandek meyada bir odamning shu dedi, bilsam Michael Jackson hamda boshqa bir mazmun. Michael Jackson degan odam xudicha odam. Hesabda 90% ya 80% ijtimoiy butun dunyo bilishi mumkin, chunki o'zing birdan bir emas, hamda lekin haqiqatan utuq qozongan, o'zing haqiqiy talanti bilan utuq qozongan. Ya'ni kompyuterdagi yoqtirishlar bilan emas, yoki mush texnikalar bilan emas, yoki ovozdan o'zgartirgan texnika yoki pul bilan boshdan oldib apakalash, u boqib tomosha yaratish yoki ba'zi bir asloqish pul to'lab muqobil erish qalaq u boshlar chinamaslik nam chiqqan emas, o'zining haqiqiy talanti bilan nam chiqqan. Bütün dünyani o'ziga qaratib olgan odam shu Michael Jacksondek odam chiqmaydi mencha bo'lsa. Hatto mening qadrlik jinim otam masha degan tema Jacksonga o'xshash qayilti. Jacksonga o'xshash ikkinchi odam nom chiqishi mumkin emas deydi. Birinchidan uning u Jackson faqat birla, hamma odam bir, uning o'xshash chiqmaydi. Asha talantli birisi chiqmaydi demakchi. Chunki odamning gaplari, asha odam chiqmaydi. Odamning ikkinchi gapi mush Jackson to'liq. Unutib qoldim ya. Bütün dünyani xalqining ko'zini o'ziga mushunchalar qartalgan odam faqat Jackson deb asaydi. Mush gaplar to'g'ri. Bizmi bilsizlarimiz Michael Jacksonning naqshlar cho'ng bo'lgan. Shu nimalar qarsak, hozirgi nimalar sanatchilar bilan Michael Jackson solishtirganlar munda farqlar bor. Unchalik ovoz yasash texnikasi da davlamas. Telefonmi yo'q davrlar. Hozir konsertlarda o'yin kechiramiz, telefon bilan modal qilib turdi, ayada telefon yo'q, butun odam o'zining shu hayojon bilan shu markazlashgan, shu bir san'atkorga markazlashgan, shuncha darajada diqqat e'tiborni torta olganda o'zining qobiliyati orqali. Uni boshqa o'zinglar bilsa Jacksonning shundachiq paravollik sir bor. Uningki bo'liqi shu media sahasi, ko'ngil sahasiga nurg'un ishlarni bilib ketdimda. Shularni ancha-muncha oshkorlagan vaqtda ko'zga sanjilish boshladi xalqlarning deb masha dedi. To'g'ri. Endi bu xalqlarning ko'zga sanjilsaning bo'ldi. Qasash boshlandi. Birinchidan shu boshda bu odamni yomon ko'rsidi. Kichik bolalarga o'zing baliq bo'lmagan bu bechara kichik bolalar amroq kichik bolalarni andaqmada bo'zaq qilib yomon gaplarni chaplaydigan gap. Xarakterini buzdi. Ondan keyin
sotlarga tatib bu qildi, xalana shu bar kuchlar buni o'sh qildirmoqchi bo'ldi. Onun eng oxirida buni qasdan shu ilqi o'z ulag'an yoki tasabbi o'lim u bu deb ashnim qildi, am jaylutdi. Amatdan emas, madam dedi u aniqli o'ldirilgan deb ashadi. Onun için bu bazı mazmunlar var, Jackson'lıqı madem anda askadam yoki musulmon avum qaysi birliqi rekord shirkatininki rekordliqi nimisini yerimga setib etkanda shu aşağı bir ziyorat ekan mana shu dedim. Men shu qaysi dedi? He was murdered. Why? Because everything the media says is a lie. And because it follows the same pattern as any other major figure that went against the Zionist controlled entertainment industry. First, the fake media demonizes you. Then the sexual abuse cases comes in. And if you can't be bought off, they end up killing you, making it look like an accident. And Michael became pretty powerful after he purchased the Beatles catalog. Beatles catalog degan danliqligi naqsh muzika tartiblanliq nimisini setib olganda ular aşağı degancha adam men shuni yerimini men setib oldim mana shu huquq nimisini ular manbek ushlab ketdi degan gap ekan. Uni kimdi bu bizlar Jackson shunday o'zining talanti bilan o'zining oq ko'ngillik bilan paravarlik ishlari bilan albatta talant bilan eng muhimi asosiyatda butun dunyoga nim qilib unga shunday damchi ketdi ham kuchli bo'ladi powerful. Undan Müşta boğanca amda oq ko'ngil kishilar to'shlan qildi. Bu to'shlan qilsa razil odamlarning ko'ziga sanjilangan. Shu sanjib qolgan ekan. Uningki bizlar picha bir naqs ba'zi don't really care about us. Ular bizga ko'ngil bilmaydi degan bir naqs bor. Danliq dunyoga danliq. Mazmuni shunchalik kuchlikda, uning teksti. Ular bizga nim qilmaydi. Amaliyotda deb hukumat demakda, mirazlik ishlar demakda oqdik. Ashtadan qilgan bo'lganligi bu Jackson shunday nom shunday chiqib shunday kuchli ketib bu aşağı ko'zga sanjilgan jin bo'lib qoldi. Shundan ular asta birinchi qilgan ishi uni xarakterini buzish, kichik bolani bozaqilgan, bunday qilgan. Ikkinchidan sot tatib butun mol dunyosini nim qilish uchun uning uchinchidan unga buni tasavvur o'lim orqali buni nim qilish. Shu hamda men deb qo'yganim bu birdan birliqi. Haqiqatan ixtirliq birdan bir King of Pop da biz qo'ydim mangulik MJ da biz qo'ydim. Biz anlab cho'ng'on naqshlar pechatda, naqshlar mazmuni intayin cho'nqur. Ondan keyin atamning yana bir maqtgan gapi bor ekan, uchli jumla gapi bor. Hayotida birisi shu dunyoda MJdek adam chiqmaydi, ikkinchi gapi. Ondan keyin butun dunyoni o'ziga qartilganmishda o'zining qobiliyati bilan qartalgan adam shu bir tal. Üçüncüden shu naqshat qanchada Jackson o'xshashliqi cho'kab turib aytilgan adam shu endi Jackson deydi. Chunki haqiqatan Jacksonni qaysi bir ziyoratga kelgan vaqtimda, 90-yillarga vaqtlarda Jacksonni birdan bir gap ekan. Men naqshni tushunmasam naqshni aytolmayman degan gap ekan. To'g'ridan shu naqshni tushunib, uningki butun shu vujud bilan aytib chiqqan gap. Hozirgi naqshlarcha mukofotlarni pul setib oldi. To'rdadagi bunda qo'lli bosib bo'ldi ya. Laqliqni narsalarni aytib axlat ko'rib, o deb ko'rish qadimsan chiqsa pul topsil bo'ldi ya. Undan keyin men eya chiqdi ham naqsh baxslarni eya yasab turdi. Buni da ta'kidla. Unga madam bir narsani chiqaribdi, agar degan qilmasanlar bo'ldi, bo'lishlar mumkin. Men ancha-muncha chiqarib qo'yman shu latopatlikni qaytib kelishimiz kerak debchi. Nafislik, latofatlikni, ko'rkamlikni qaytib kelishimiz kerak deb qilgan ba'zi gaplarim bo'ldi. Madam chiqib qo'yibdim shu hozirgi zamondagi qimmat baholiq, luxury, qimmat baholiq, esil moda kiyimligi, san'ati deb chiqib qo'yibdi, lekin o shuncha satda undan keyinga shuliqi bular shu moda kiyim sohasi navbatga shunchaga haqiqatan satilishib, qalama qolishib, rasvo olishib hatta shaytonlashib ketdi-da. Shu ashini chiqarib o'zimda chay ispan chiqib qo'yibdi. Men to'g'ri men nima qo'ydim? Chunki to'g'ri. Ajabda hozir ashlar shunda haq pul to'lab ko'rgan shu fashionda shu. Kechiring. Buni da ta'kidlay bo'ldi. Hey people, so it's finally out there. Buni keyingiday. How many children or people are? Vaccina. School punish.
is the exact skills that make people successful. In school, Ma abaq degan gap ma taqatuq gadirım ish ma'noda aytibdi. Ma'ni oldinlarda aytib qatma ma'noda ma arashi deydi. Maktab shu bolalarning eng esil talantini jazolaydi deydi. To'g'ri. Xuddi boy degandek shu jugrab ishlar jalla harakatchan bolalar shu tarbiya bo'lish talanti bo'ldi-da. Ama uni jugrab ketdan o'tirib nim qildim, uni qildim, buni qildim deb uni jazolaydigan gap, to'liq kodlab kelsa gapqima deb jazolaydigan gap, to'liq gap qilalaydigan kichik bolalar haqiqatan nutq san'atlik bo'lish talanti bor. Ishqi bolalarning tarbiyalagan chog'da cho'qim biz bolalarning shu butun mijoz xarakteriga, ularning talantiga diqqat qilib olishlarni shu bo'yicha rivojlantirsak, birisi o'zining shujada talanti bo'lsa, yana birisi shuni yoqtirib qolgan bo'lsa, shu sohada dahshat nima qilib chiqdi. Rivojlanib chiqdi. Shu nuqtada diqqat qilaylik. Qutuq qizini demoqchiman-da. But what I want you to miyada yana bir mazmun chiqadi-ku, men nimalar 8 ayol 4mi 8mi 4 ayol 8 ayol muhmay ayollar ama onun birisi naqshchi Katy Perry dan men xo'shaman naqshchi u ayolning naqshri da danliqo men burun anglaydim men muziklik o bu deb kelinki men uni qanday o'shib ketgan desanglar shu Sesame Street deganlik Amerikaning bala kartonist bor shunga shu kartonistda har xil cho'ponlarni danliq shaxslarni akrabmo nim qildi-chu men bu ayolga qanday o'shib ketdim desanglar shu bala programmasiga ama ayolning kiyib chiqqan kiyimi shundan nachar shu ko'si shunday men bir tal zanjirlam ochiqlam bu balla ko'rdan programmaga anda kim chiqsa bo'lmaydi. Men balamga ko'rsatdim bu Sesame Street degan bir meni hozir ko'rsatmaydan bo'ldim. Hozir balamga o'xshamaydi bo'ldi. Shuni ko'rablam men bu ayolning Katy Perry degan bu ayolning obrazi vala qilishda naqsimi anlab ketmayman undan burunqidek. Shu ayol bilan uniki o ayolning haqiqatda Michael Jacksondagi yoki Mariah Carey yoki Whitney Houstondagi ovoz yo'q. Ovozni yasaydi, unga naqmaydan ovozini maqanga chiqdan jahil tutib ketgan bu hamda shu bu ayolning tanqi shu elektronlik nimlar bilan uniki shu pul bilan shu hashamatlik qilib yasab intimlarni bitchet yasab bilan ashtaq qo'yganda ildan chiqqan deb o'ylayman men. Haqiqiy naqsh etish qobiliyati yo'q. Shu ayol bilan uniki boshqa bir qancha ayollar birlashib uni shu bir meni kapirmoq deyman. Shular birlashib olamga chiqdi bilsizlar aqchan. Men diqqat qilmoqda ba'zi odamlar analiz qarab shular kulim kelib ketdi. Demayman meni qilinib qolmanglar nimishqa. Bularni ham shu o'ynab o'ylayman. Bu Suni Amraning shaklini o'zinglar ko'ringlar nima o'xshaygan. Nimishqa shay esaydi. Shu kalana shu malani ko'rib uning qusib mazmun bo'lsin deb shu xalqlarning diqqatini tatish uchun qildi deb o'ylayman men bunday qilmas buni ishlab. Uniki bu ayollar alam boshqa 10 metr chiqib qaytib kelibdi. Unkin shu bir nima bo'lib ketdi. Unkin qaysi bir odamning degan odamning bu mushta sarangdak narsalarni qilib bizning diqqatimizni tortib ular boshqa ishlarni qildi dedi to'g'ri. Mushta olib jo'qil mazmunlarni ishlab. Unki ba'zilarda bu yag'an deb bularni tahlil qismi yag'an masalan haqiqiy olam boshqadan akvagan ayolning videolari bor olam boshqa ishlarni so'zlab chashlarning qandaylik laylishi yanı tatış uchun bo'lgan ekan. Malana chashlarning laylishi, unkin malananing nimalashi. Ishqa hammasini yag'an deydi. Shunaqa xalar yag'an deydi. Men ko'rib baxtim ularning ishi gap qilishri, u muloqotishri u bu qarsam shu yag'anday qildi shu. Shu men yag'an deb qarayman. Uningkin miyada bir odam Onunki Snowmite degan ahmadligining qarmaligining yang ishlagan qarmaligining muvattari kichikda uni oldiqsi mazmunlagan. Onunki El Salvadordagi jinoyatchi qonun sukushmamiyada qahramon bo'lib ketdi. Onunki next president. AOC sochli yosh ayolninki Sochlar xalqning qalsini qamaq turgan shu ayol
ayollarning yuzini shunday pichet nutq qila oladigan, pichet ishlarni qila oladigan nurg'un ayollar bor. Mushta sarang ayollarning yuzini shundaymi. Mush ayolni mushta bir mazmun ekan, endi tursan Snow White-ni, ashu yangilangan Snow White-ga, unki astronavt degan yag'an astronavt, qahramon degan jinoyatchi, ma keyingi prezident bo'lish nimasi bor o'y bor deydimiz, mush ayolning. Mush ayol deb mushta nim qo'yibdi. Shular ma rasm bakkalli rasmga inson qarab qo'ygan men nim qo'ydim. Xudoyim bizni qutqizib, biz sana ehtiyojlar chiqarib qo'ydim. Ma bugungi dunyo biz yashayotgan mushta jinoyatchi qahramon bo'lgan. Qarmalikka vatvarak chiqib qarmalikning butun xarakteri, hamma narsa o'zgarib kichik bolalarning yag'an astronavtlar hatto ma qamlashgan bir odam prezident bo'lmoqchimish da ahvolda yashayotgan dunyo yashayotibdi demoqchilarni. You have a child and you Onki men aniq diyamagan bo'lishim mumkin. Men vaksina qartamish nurg'un mazmunni beklab qo'ydim. Diqqat qilinglar. Ingliz bilinglar, shuni qarab nim qo'yinglar, ko'ringlar. folks, you do not hate the mainstream media enough. Look. Ongan yerim soat ashdimi? Zerib ketinglarmi? The world's terrorists are the United States. Look what we did to Iraq. Look what we did to Libya. Men bunu desem qanaqlar. The Democrat Party has been third. Qaysi bir yana bir qizg'aliq bir mazmun ekan. Mushu chom qarshtirib, solchilarning chonga baq qarshtirib ketishda qaysi bir odam qizg'aliq bir mazmun yuz qo'ydi. Agar mushu chom o'zini ayol deb chakalgan bo'lsa, solchilar chiqib bilet tashlaydi, chiqib qo'llaydi deb yuz qo'ydi. Chanela. I have no intention. Onka miyada yaxshi bir gap bor, bir ziyorat bor. Morgan Freeman degan bizlar danliq kino chulpini o'zining shu pichet iliqi kinolar haqiqatan pichet. Onka o'zini bizlar qatanlik. Uningga mushun bir ziyorat ko'rganman. Shunlar uni so'raydi, sen Afrika nima iliqi irq to'g'risida deydi. Paranlashishni bu odam deydi, men boshlandan meni afrikalik, amerikalik deyishni karmi yo'q desa da'vasin. Lekin men afrikalik emas edi. Desa, sen ham shunda deysa deb biz yarashasiz. Men Afrikada tug'ilmasam, Afrika cho'g'masam, men amerikalik. To'g'ri gapi. Degandiki, u odam deb uningkin deydi, shundan qancha mushu irqchilikni, irq kamsitishni to'xtatilib bo'ldi desa, o'sha odamning danliq bir gapi bor. Shu irqdorlik parani azaytish kerak shu. Irqdorlik, chiroy to'rliq, mush teri to'rliq, obo to'rliq zig'lab o'tamas kerak dedi. To'g'ri. Ashlarni parandan tugatganchadan bo'ldi. Bu mushu bolalarni o'rgatganchada har xil ter nimalar, har xil odam bu kamsitishlarni o'rgatmas kerak. Kechiringlar, mushu butun bolalarga hamma odam o'xshash. Mushlar deb o'rgatish kerak. Irqni mushu Amerikaning ba'zi nimalarda kichikdan tartiblam shu irq farqini o'rgatadigan nimxubdi. Asli unda qilmas kerak. Inson hamma inson o'xshash, mukammal yaratilgan, faqat yaratilgan ranglar xil, u nimalar xil, amaliyat hammasi o'xshash. Tabiqi u mundavos unda bunda tabiqi chuqum shu askar kishilarning o'yinini tushib ketmay, hargizmi bolalarga shu irq to'g'riliq nimani o'rgatmas kerak uchun o'rgatmas kerak. Hammadan barobar deb o'rgatish kerak. Hammadan go'zal deb o'rgatish kerak. Hargizmi ularni shu irq kamsitadigan boshlarning ojizligini, yetim yesirlarni, miyibchiliklarni kamsitib qilib cho'g'mas kerak. Hammasi o'xshash. Biz hammamiz o'xshash, Xudoning ko'zida o'xshash, biz hammamiz mukammal yaratgan. Unga men chomning bir gapi bor. So'zlardan mushu iftixor qilgan doir gapi bor. Mushu bolalar shunchalik mukammal yaratilgan. Xudoam qanday yaratgan bo'lsa, shu bo'yicha shu mukammal yaratilgan deb. To'g'ri. Qiz bo'lgan bo'lsa, chuqur mukammal qiz deb yaratilgan, o'g'il bo'lsa, o'g'il deb yaratilgan. Hargizmi chomning yana bir esli gapi, hargizmi bir bola, hargizmi boshqa bir xato jinsda tug'ilib qolmagan. Qanday tug'ilgan bo'lsa, shunda mukammal tug'ilgan deb.
To'g'ri, Xudoyim har qanday insonni mukammal yaratgan. Ammo bu shu nachar ishtihar qilgan kishilar, bu narsiz kishilar ishda. Unga idis burnab ketgan ba'zi nodonlar shu bolaga shu qilayotgan qilib, shunga hargiz unda cho'ng qilmayli. Qiz bo'lib tug'ilgan bo'lsa, bo'ldi qizlar, o'g'il bo'lsa o'g'illar. Cho'qim, onunkin yani men jihga uni kendi yana birday ba'zi bir zilzil maslima bor, amni jih deyamayman, hammamiz og'iz tutuqliq. We do not want illegal migration. We do not know all this. We don't want Green Deal. We want to have our coal miners to have work for 5 years. Mau We're going to find you like €1 million a day. They are. Meyda bir Yevropadagi bir davlatning prezidentining degan gap borki, ma mutxolim qaysi davlatningki mo Forcing you to do things you don't want to do. Yeah. Europe supposed to be. man ashni tapay. Ma ishqa bir davlatning Yevropadagi bir davlatning bir nimasiga İştalining ayol ma qaysi bir yana tapay kechringlar. Shu odamlar deda bir gap borki, qonun ko'chmalarni nim qilmayman, yoqtirmayman. Qonunsiz meni mutlaq etmalar, qonunlar bor, tamiyada qonunsiz demakchi, qonunsiz nim qilmayman. Nari ishtihar nachar ishtihar qilmay insoniyatni ojizlashtirib tugashtiradigan ishtihar qilmay yoqtirmayman. Green Deal deydi, mush davlatlar rahbarlar qilgan nimasi ekan, kelishimlar ularga karim yo'q. Men o'zimning xalqini yoqtirman, o'zimning xalqini asos o'rin qo'yman, o'zimning qonuni qizman, o'zimning nimasini qilman, o'zimning nimasini rivojlantirman deb ashada gap bor ekan. To'g'ri, bir odamning bir davlatning shu prezidenti cho'qqim o'zining xalqini, uningkin qonunga kirgan ko'chmanlar kelik o'zining xalqi bo'ldi. Shularni asos o'rin qo'yish kerak. İnniq aqalli u. O'zining butun yerini qizib, o'zininkidan foydalanish kerak, o'zi foydalanib uningga eksport qilish kerak, o'zining boyligini qizib, nim qilish kerak, o'ziga boshlash kerak. O'zining xalqiga xizmatlarni yaratib berib, xalqining turmushini yaxshilash kerak. O'zining shu deb ashada bir gap borga, shunga men qolib nim qo'ydim. Shunga Yevropadagi butun nima emas, masalan Angliyada tushadi. Germaniyami bir xil vaqtda ma'lumki ba'zi masalan New Zealand deydi, unki ma Italiyami nim qotdi. O'zini nim qilib o'zini asos qilib, o'zini qo'llash asosida nim qotdi. Unki ma Yevropaning ba'zi nimlarga asra hierarxiyatdi. Unki Amerikaga da yaqinlashadi, qolishlar. Ashta qotqanlar baka xato emas-ku, mushnalarga yana shu solchilar yoki ba'zi nimlar shu qarshilik chiqib. Yensam shu qanda bir o'yning egisi o'zining oilasini boshda o'rin qo'ymay shu xo'shxo'rlar bilan qilib yuradi. The union of This is Kilmar Garcia and his. Uning jinoyat to'g'riliq. Yensam shu bir tal jinoyatchiga hatto shu davlatga berib qaytarib kelish uchun tirishib baqdi bular shu qonun ko'chma. Shunda ko'ngil bilan qilib ketadi, ammo buning oq ko'rinishimiz biz o'zining shu yanchig'i, o'zining shaxsiy muhabbati hargiz musulchilar uchun emas. Xalq uchun emas yoki bu qonunsiz nimalar uchun emas amaliyotda. Ular faqat ularning qo'lisiga bir shaxmat nimasi o'yinchoqlar. Mush nima tushunmaydigan men mush so'zlar, demokratlar, ayshamish so'zchilar. Nima tushunmay mushlarga aytishib degan, "O, Trump uni qildi, buni qildi" deb degan hapulab Trumpni nim qilib, hatto qasilmay chiqib ketdi, e'lonlar cho'ng'ishda ishlab ketdi. Shunchalar zehnidan nimishqa yansam yana shu nimishqa o'zining xalqiga shuncha qilmaydi, qonunli ko'chmalar shuncha qilmaydi. Am shuni bilish kerak, men nadan kishilar, men nimishqa ajab bizga bunda ajab shu namoyish qotgan qapoqlar pul to'lab qilmaydi, ba'zilar qildanlar bo'lishi mumkin, dotlar. O'ylamaydi. Ay, ajab mushning qilib ketgan narsani men Amerikalik nimish men qilmaydi deb Would you rather have dinner with Trump or 500K? Dinner with Trump. Why? Because I like the guy. You think you'd make more than 500K having dinner with him? Eventually, yes. How do you feel about Trump eliminating and abolishing the Department of Education? I'm very happy. Ma bir odam, ma ko'chaga ketgan bir odam so'raykan, ish cho'naq odamga, sen 500 ming qisqaroqda $500,000 xohlamsa yoki musulmon Trump bilan bir qitimliq tomoq yeyish xohlamsan. Men Trump bilan tomoq yeyish xohlayman deb.
Şuna nima ish qilsa, u degan yaxshi odam, men yoqtirma odamni deb o'sha degandan keyin undan keyin sen shu maktablarni, shu ma'rifni o'qitishni siyosatlar bilan shu tizginlab bu qodin emas, hozir Trump shularni o'qishlarni qisqartib, mablag' qisqartib kechiringlar. Shularni ma'rifni nim qodidi. Aşağı desa ma nimda desa bak yaxshi ish deb sen nim shuna desasiz o Trumpning mushu ma'rif qarta qotgan ish yaxshi ish mushu qapoq sirang ma'rifning dadda mushu bala mushu ishtiqalishib ketgan debchi to'g'ri shu ba'zi shtatlarda az xudo shukri amiyat o'pkasi tugadi bu amirgay ba'zi yerlarda dahshat kuchli shunga nima lekin endi bu ishtihar raqamning haqiqiy ta'sirini hammamiz ko'rib yetamiz shunga Trumpning qotgan ishlari asha to'g'ri endi madamlar degan shunaqa It belongs to the states. uni lekin shu ma'rif shu har qaysi shtatlarga tava hukumat tava emas debchi asha deydi endi bizlar bosh hukumat boshqa egallab olsa shu o'zining siziq sipirdi siziq ma'nan gap oyoq ketib qolsak bo'lmaydi. What's the federal government got to do with education? That's where we got all this trans stuff from the Department of Education. Should biological men be allowed to compete in women's sports? No, Why not? because they're not girls. But what about the people who say that that's like transphobic? Let them say whatever they got. Trump got in as president, and he's going to eliminate the males participating against women. But you have Unga mayda to'g'ri gapdimi sen mushu Trumpningki ayolga o'zgargan erlarning mushu ayollar musobaqasiga kirilishini to'satdi. Shuni qanaqa qaraysiz? Bakash qildi deydi. Nima ish qilsa? Ular ayollar emas, qizlar emas. deb asha dedi. Unga sen bunday gapini nurg'andanda andamidaligi kamsiz bu deb qaraydi-sa, nima siz demamdi? Men qism yana emas. Trumpning qilgan to'g'ri deb asha dedi. Biz xabarlarni ko'rgan bo'lsangiz mumkin shu o'zini ayolda bo'lib, ba'zi jinsiy jihatdan o'zgardi, kesib o'tib ayol bo'la oldi, ba'zi qimidi yana shu nimasi kirib shu nurg'un ahvollar bor Amerikada ashlarning shu ayolchi bo'lib musobaqada bizda ayollarning fiziologik jihatdan ular yana altasa kuchli ayollardan shular bular musobaqada ayollarni shuna yarlantirayotganlar bor. Qaysi bir voleybol musobaqasida bir ayolning beshig'i bir er bo'lgan ayollarning musobaqaga so'qib kirgan bir er ayol bo'lib shu urgan mengisiniga dahshat ta'sir qilib zaxmlantirgan bir vaqa bor ekan. Undan keyin qaysi vaqa bor ekan, unga qaysi suzish musobaqasidan chiqib ketganligi vaqani bizlarga suzish musobaqaligi Liam Thomas degan ayolda bo'lgan emet shu ayollarning suzish musobaqasiga kirilib shu ayol bilan musiqa birinchi bo'laydiganchada ayolmi pechatga az qizolma hozir nomi chiqadi shu to'g'ri gaplarni qilib dasturib shu ishtihor qilmoqchi. Lekin u shunda tirishib nimqan ikkisi birlab nim qildi, tang bo'ldi deyman, chempion bo'ldi. Ham demoqchi o'g'lim bu Liam Thomas degan ayol nimasida chempion bo'lgan bilan qaysi bir bir odam tepib chiqiribdi. Burun bu 400-nechinchi o'rin rasmiyaga muhmaymiz. Chiqib birinchi emas ekan toq. Allarni yengmay, ayollarni kirib ayollarni yengib birinchi bo'lgan. Dunyodagi eng nachar chiqimchilikqa chidamaslikda bu. Ashta ahvollar bor. Undan keyin eng nachar ahvol yeri shu kesib o'tib ayol bo'lganlar bo'lsa qandaqlar hamda amallari ayollarning musobaqasiga kirmaganlari shu ayollarning toza qo'ylari munchini tangshiltib ashta ularning shaxsiy nimasiga daxl tors qilib uningdagi jinoyatlar bor albatta nurg'un ayolda bo'lgandan keyin nesh bo'lganda jinoyatchilik qilmasang ayollar bo'lsa qilmasang bo'lmadimi deyman nima degan o'sha taqat xushlar mishal yuz birda dunyoda bor albatta itnochar ishtiqarmay qilmay bir xil yarashalishib ketdi shunga diqqat qilish kerak. Shunga mening til qilishim sabab shu. Unga qaysi bir tunugun ko'rgan bir nimada
WeChat'dagi bir videoda yangi ochilgan bir satrashxona ekan. Uningga bir qizala ma bu satrashxonaning e'lon ishlab nima qilibdi. Unda shu nimasi qarsam qizning kiygan kiyimi shunda sat. Kang, okay, sal o'g'ildak. Onki o'g'il satrashni maqtab, aqtan o'nri kelish mumkin, lekin satrash hunri bo'lish mumkin, lekin uslubi jihatdan aquzalning chechimishda chiroq qo'yib, aquzalning chechini meri butun qirib iletib azroq olib qo'yib, bunda birini qo'yibdi. Qarshilama o'g'illarniki deb qoldim. Sat modneslarga yurish ketmaydi. Bizning bir chiroq kenarimiz bor, bir chiroq narsalarimiz bor, urf-odatlarimiz bor. Bek konliq deb ketmasanglar, yanglashtirib shu asosida pichet yanglarni qilsak bo'ldi. Nima degan sat kiygan kiyimi. Chechini kesgan satrashning qizning chechini kesgan ma uslubi nima degan sat. Meni butun qirib ilotib o'g'illardan qolasizlar. Aql azroq bo'lgan. Nima u? Men unchalik koni nima emas, lekin men latopatlikni istayman. Ko'rkamlikni istayman. Ham ularning o'zining nimasi ham haqda sat ko'rnikan. Dahshat sat. Am shumi ta'sirdami shu? Shu balamo haqdan o'ynarni yaxshi o'rgandi, ammo loyiha kelganchada ashlan ta'sir uchirmay digli bilan demasa aqzon kiygan kiyimim shu. Kang, bekkang. Tarabop yaxtamam bekkang laqanda sat. Onkin usul baqir chavanlash turganligi. Uslub bir xil erkak sadakdek uslub. Onkin checha yarim taqirvash. Ash bek chiroq mesh asho. Uniki o'zi uniki chiroqlarım qo'ygan. Tava. Uniki men degandek aldıq mazmun degandek ba'zi bir ishga ketib qolgan. Amalsiz yoki amalliq uqmaymiz. Endi yosh boshqa ota-onasimi yo'q qachon yo'qimsa ishqib bir xil amalsizlik ishqib boshqa yashayotgan ba'zi yoshlarimizning shu nachar itibxor yaqimiga ta'sirida uchrab ketgan yoshlarimiz haqidan ichindirdi. Qani insoniyatga latofatlik, ko'rkamlik, nafis, sipta, zilva, qomat dena nakate. Mungkin bir soat bo'ldimi? Ha, miyaga o'zim bir narsa chiqarib qo'ydim. Bilsizlarmi, AI bak chiroq, biz qayerib ketdik. AI nima ishlatib ketdim, ammo AI ning pichatlik yuzlarni pichat suzu qilib nima qilgan ba'zi nimalarni ishlatmaymanmi? O'zim qara, ash AI rasmi qarab, menga o'sha go'zal tuzaqman dedim. Lekin endi shu bunda bir rasmimni chiqarib qo'ydim. AI manda, men ahli husnaman. Chiroqlarni qo'rqlan yo'qtib, o'rxiltib, chechim pichat, shal muvofiq qilingan ashta bir rasmni chiqarib qo'ydim. Ashni men dayda pis qo'ydim, ashni chiqarib dayda qo'ydim. Once upon a time, there were only ladies and gentlemen in elegant outfits, innocent children playing safely in the neighborhood. Food was simply food, and homeschooling was doing great. Bir zamonlarda musha erlar va ayollar ko'rkam kiyimlarni kiygan erlar bilan ayollar libatda beguna bolalarimiz, beg'ubar bolalarimiz shu ho'shli mahallada bexatar o'ynab yuradi. Tomoq faqat tomoqdi. Organik emas yoki u ximiylik u bu deb olmayib, tomoq faqat tomoqdi. Yemak ichmak faqat yemak ichmakdi. Ilqinda ximiylik yoki organik olmaydigan. Uningki shu oila o'qitishi yaxshi ilib belayotgandi deb his-qo'ydim. To'g'ri, azobliqa bugungi kiyim-kechakni boy degandek mushta ahvollar
laqluqa mehnat sat ochiq yoki yipiq mundaq yoki shaytonlashib ketgan. Mumkin ayol emas, emas, ayol emas, bolalar o'zining nimalik ayolga qo'ymaydigan ma'rif bo'lsin, ma'rif najar degandek mushtaq bola. Deb chiqib qo'ydim. Endi bir xil ichingan holatda vaziyatni his qo'ydim endi. Buldamsa mushinchik. Mushinchik toptusun endi. Qag'ini kelligiday bir satma bo'ldi. Ishib ketdim, ishib ketsa meni to'xtatib o'tdim so'yna. Ko'rgan xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'lsa mazmunlarni taqtib qo'yinglar, kanallarga akishib qo'yinglar. Antilimizning qo'g'dilib qilish uchun, sog'lom qilish uchun ko'proq mazmunlarni ishlaylik. Ham o'sha ishlatgan mush xizmatni qo'llab, mazmunlarni taklab qo'yasizlar. Undan keyin mazmunlarning sizlar qo'ysanglar bo'ldi. Baholarni mening o'ylaganimda shu zilg'i to'xtadek, tirnoq to'xtadek vaziyat qarta, siyosat qarta, mush kimligimizni saqlab qolish qarta, o'rib odatlarimiz, ota-ona tarbiyamiz, har xil esil nimalarni saqlab qolish qarta, mush nurg'un mazmunlarni qildim deb o'ylayman, yaxshi deb o'ylayman. Sizlar yana qayta nima mazmun qilinglar, inkoslarni qoldirsanglar bo'ldi. Mush xalqimizga shu ko'zni ichishda, zehnni ichishda ancha-muncha kichik bo'lsin yordam bo'lib qolsa, men rozi. Degandek mumkin xohlasanlarmish Amazonda kitoblarimizni sotib olinglar. Gulustako do'konim kirib kimlarni ko'rib nim qilsanglar bo'ldi. Xohlasanlar shu kimlarni sotib olsanglar bo'ldi. Undan keyin xudoyim bo'lsa yensam shu Amerikada vaziyatidan yaxshi foydalanib, shu Amerikada zavod korxonalarni ichib, Amerikada o'zimizning kiyimlarini yasab sataq texim yaxshi. Agar ashta qildim korxonachilar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar, sizlarning xalqning kiyim sotgan sizlarning kiyimlarni sotgan ba. Do'konim qo'yib nim qilgan ba. Undan keyin yensam shu atlas to'qish texnikasi men akrib men rivojini tutsak yaxshi, chunki men azroq bo'lsin erkin degandek. Onun için inakla miyad işlense çoğum tamajı kimgalan tamaj ilmaydı Amerika kısasa. Şu miyaddaki zavod korxonalar başlığımı bizmi tök qo'shayli, bizmi qilali degandekchi. Onun için salomatlikka diqqat qilaylik. Hammalarga salomatlik, xushallik, tinchlik, sog' salomatlik, omon-esanliklar bo'lsin. Xudo omonat.